Assalomu alaykum. Birinchi bizda o'z kanalining ashaddiy muxlislari hamda yangi kelgan mehmonlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obunani bosib qo'yamiz va layklarni bosamiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, agregatlaringiz bo'lsa, avtomobil, yuk avtomobillaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmati nomerlariga bog'lansangiz texnikalaringizni reklama qilib, chiroyli qilib sotishga yordam qilib yuboramiz. Bizni birinchi bo'lib kuzatayotgan muxlislarimiz qayerdan kuzatayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib ketishingizni so'raymiz. Layklarni bangillatib bosamiz akalar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Toshkent, Xorazm, Qoraqalpoq, Namangan hamma tomondan vodiy bosamiz, layklarni bosib tarqatamiz. Biz ko'p gapirib yotmasdan video roligimizni boshlaymiz akalar. Qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, video roliklarimizni har kun chiqaramiz xudo xolasa. Ana endi sotiladigan texnikalar bilan birin-ketin tanishib chiqamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ 80 Tochkon traktorimiz sotiladi. Yakka o'zi sotiladi. Texnikamiz qara motor qo'yilgan, motorlari zo'r, radnoy, hamma joyi turibdi. Stator akkumulyatorlar yangi qo'yilgan, 2012-yil ishlab chiqarilgan texnikamiz. Balon holatlari oldi yangi qo'yilgan, arqa 15,5-90%. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 48 million, yana oz-moz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Ana endi navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Yumuzi traktorimiz sotiladi akalar. Texnikamizni manzili Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida ekan. 1995-yil ishlab chiqarilgan dokumentlari bor, hamma joyi radnoy, ishga tayyor, soz holatda ishlab turgan texnika. Qo'shimchasiga 15,5lik balonlari ham bor ekan, uni ham qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $4000, yana oz-moz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan olishingiz mumkin. Sizda ham sotiladigan texnikalar, agregatlar bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'laning. Reklama xizmati nomerlari video boshiga qaytsangiz, video boshida qo'yilgan. Telefon qilsangiz yoki Telegramga tashlasangiz, biz bu yoqni bomba qilib chiqarib reklama qilib beramiz. Keyingi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ 80 traktorimiz ham sotiladi akalar. Texnikamizning holati a'lo darajada, 2014-yil ishlab chiqarilgan, qara motor qo'yilgan, ochilmagan, zaddemoslarida umuman ovozi yo'q. Radnoy texnikachamiz ishlab turibdi. Korobkasi ham zo'r. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 50 million, yana oz-moz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Manzil Samarqand viloyati Nurobod tumanida ekan. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun bir donadan layk bosib, kommentariyaga qayerdan kuzatayotganingizni yozib ketishingizni so'raymiz. Texnikalar izlab yurgan do'stlaringiz bo'lsa, podlisiya qilib ulashib qo'yishingizni ham so'raymiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan kultivatsiyamiz sotiladi akalar. Kultivatsiyamizning manziliga keladigan bo'lsak, manzil Qashqadaryo viloyatida ekan. Holati a'lo darajada, hamma narsasi turibdi. O'sha hamma narsasi bilan birga qo'shib sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $1300, yana oz-moz kelishtirib beradigan joylari bor. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan olishingiz mumkin.
Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan press podborchik apparatimiz sotiladi akalar. Bu apparatimiz Koreyadan keltirilgan, O'zbekistonda ishlamagan. Hali narxiga keladigan bo'lsak, narxini 14 ming dollar, yana oz-moz kami bor kelishtirib beradilar. Manzil Qo'qonda ekan. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan olishingiz mumkin. Sizda ham sotiladigan texnikalar, agregatlar bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'laning. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T40 traktorimiz sotiladi akalar. Traktorimiz holati a'lo darajada, hech qanday xarajati yo'q. Manzil Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida ekan. Radnoy hamma joyi. Motor bir marta remont qilingan. Qolgan joyiga qo'l tegmagan. Resolni peredoklar qo'yilgan ekan. Rollar gidravlika, stator akkumulyatorlari bor. Polni garantiya texnikamizga yurib turgan texnika. Motorchalar soatda ishlab turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 38 million, yana oz-moz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan olishingiz mumkin.